Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni yana bir mijozimizga uyga o'rnatib berdik. Ishimizning uzunligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Biz esa 290 joyga o'rnatib berganmiz. Mana bu joyini bonus hisobida qo'shib berdik. Xo'p, ishimiz o'sha akrildan, tuletskiy akrildan bo'lgan rossiyskiy stolishniца. Mana bu fartuklarni esa kafelning o'rniga mana bunday chiroyli dekor plaslardan bir-biriga moslashtirib qo'yib berganmiz do'stlar. O'sha fartukning o'ziga esa mana bunday chiroylarni qo'yib berdik. Tepaga 4 ta plafon qo'yganmiz. Ishimiz balandligi, рабочий stol balandligi 86 sm. Odatda bu narsani o'zi o'sha xonadonda ishlatadigan ayollarni bo'yiga qarab turib chiqariladi. Bu xonadonimizda ishlatadigan ayolning bo'ylari o'rtacha bo'lgani uchun 86 sm qilganmiz. 80 dan 90 sm gacha bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Mana bu yerlarni chiroyli qilib 80 sm lik ko'rib turibsizlar, ichida bitta polkasi bor. Polning 100% vakuum petlarida, chekalari o'sha 2 lik PVH kronkalarda bo'lgan. Bu yerlarga tortmalarimizni o'sha vakuumli salyaskalardan qo'yganmiz. Mana bemalol o'zi tortib kirib ketadi do'stlar. Mana bu joylarni ham keng qilib tayyorlab berganmiz. Bu yerga hozir moyka qo'yilmagan. Moyka uy egasiga kerak emas dedi. O'shaning hisobiga eshiklarni bilsanglar, mana shu razmeri bir xilda 40 sm dan qilib qo'yganmiz. Tepalariga ham o'shalarni e'tibor qilib qaratasizlar. Bu ham 40 sm dan. Mana bu barimiz esa 50 sm tashkil qiladi. Tagdagi tortmalarimiz ham 50 sm ni tashkil qiladi do'stlar. Hamma narsaga o'zgacha yondashganmiz. Mana bu yerlarni ham bir qator ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganingizdek katta, keng, ko'p narsani sig'adigan qilib joylab berdik. Zazorlariga mana bu ligirovkalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Tepa qismlarida ham chiroyli qilib o'rtadan polkalarni qo'yib, mana bularni polka держательga qo'yganmiz. Kerakli paytda olib, yana qo'ysa bemalol bo'laveradi do'stlar. Hamma eshigimiz 100% vakuumli petlarni qo'yganmiz. Petlarimiz ham original, xudo xolasa uzoq yillar xizmat qilishini kafolatlab beradi. Bu yerlarga ballarni qo'yganmiz. Mana bu yerlarga esa mana shunday qilib joylab berdik do'stlar. Xo'p, ishimizni balandligiga keladigan bo'lsak, 235 sm tashkil qiladi. Tepa antresol qismi 70 sm, mana bu diplomat qismi 15 sm bo'ladi. Qo'shi bilan 20, bu yeri 60, pastdan mana shu yergacha esa 86 sm tashkil qiladi do'stlar. Xo'p, bu ishimizni kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Kimga shunday chiroyli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, обязательно chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Sizlar bilan yana Yevro Mebel bo'ldi. Sizlar bilan YouTube orqali, Instagram orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.